ignasini shu qadar ohistalik bilan tiqdiki, na kattaligini sezdim, na yo'g'onligi sezilmadi. Lekin baribir ham anchadan buyon ukol olmagandim. Judayam og'ridi. Assalomu alaykum azizlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizni juda ta'sirli hikoya kutyapti. Oxirigacha biz bilan qoling. Men hayotimda shuncha sinovlarni boshdan kechiraman deb o'ylamagandim. O'sha voqealar kechagi kun kabi yodimda. Men va erim bir-birimizni sevib, orzular bilan turmush qurdik. O'zimizcha rejalarga to'lib toshgan edik. Uy quramiz, farzandlarimizni voyaga yetkazamiz, ota-onamizga suyanch bo'lamiz deb niyat qilgandik. Ammo hayot har doim ham insonning rejasiga qarab ish tutmaydi ekan. Bir kuni erim og'ir kasallikka chalinib qoldi. Avvaliga oddiy shamollash deb o'yladik, ammo vaqt o'tishi bilan uning ahvoli og'irlashdi. Shifokorlar ham yordam bera olmadilar. Qisqa vaqt ichida erim olamdan o'tdi. Men yosh, umidlarim hali oldinda, ammo qalbimda katta bir bo'shliq paydo bo'ldi. Eri vafot etgan kelin sifatida qishloqda yashash oson emasdi. Ko'pchilik endi taqdiriga rozi bo'lib, ota-onasining uyiga qaytsin derdi. Lekin qaynotam boshqacha qaror qildi. U meni yoniga chaqirib, "Qizim, sen bizning uyimizning kelini bo'lib qolding. Biz seni begona qilmaymiz, ammo o'zing ham hayotda yolg'iz qolishingni xohlamaymiz", dedi. Oradan ko'p o'tmay qishloqda g'iybatlar avj oldi. Kelinini qaynogasiga olib bermoqchi degan gaplar qulog'imga chalinardi. Avvaliga bunga ishonmadim, lekin bir kuni qaynotam o'zi shu gapni aytdi. "O'g'limning joyi jannatda bo'lsin. Lekin sen ham ayolsan, yoshsan. Biz seni boshqa odamga bermaymiz. Qaynogang o'sha seni tushunadigan, qo'llab-quvvatlaydigan yagona odam. Sizlar birga bo'lsangiz uyimizdan issiqlik ketmaydi", dedi u qat'iy ohangda. Men hayratda qoldim. Qaynogam ham shu uyda ulgaygan, men esa unga doimo jiyan singari qaraganman. Shu paytgacha uni boshqa ko'z bilan tasavvur ham qilmagan edim. Ammo qaynotamning gaplaridan so'ng ichimda ikki xil tuyg'u uyg'ondi. Bir tarafim qarshi edi, ikkinchi tarafim esa hayotimni qaytadan qurish kerakligini his qildi. Qishloqda esa gap so'zlar tinmasdi. Ba'zilar to'g'ri qaror, uy buzilmaydi desa, boshqalar bu noto'g'ri derdi. Qaynogam esa boshida bu taklifni eshitganda hayron bo'ldi. Ammo u ham vaqt o'tishi bilan bu qarorga rozi bo'ldi. O'sha kuni qishloq ahli to'plandi. Qaynotam hammaga qarab, "Bu mening qarorim. Bu kelin bizning oilamizning yuzini yorug' qilgan. Men uni boshqa uyga bermayman. O'g'limning o'rnini endi akasi bosadi", dedi. Shunday qilib men qaynogam bilan yangi hayot boshladim. Avvaliga juda qiyin bo'ldi, bir-birimizga ko'nikish, yangi oilaviy munosabatlarni yo'lga qo'yish. Lekin vaqt o'tishi bilan biz bir-birimizni tushunib, qo'llab-quvvatlay boshladik. U menga hurmat bilan muomala qildi, men ham unga. Yillar o'tib oramizda mehr mustahkamlandi. Men hayotimdagi og'ir yo'qotishdan keyin yana tabassum qila boshladim. Endi tushundimki, ba'zan taqdir bizni kutilmagan yo'ldan olib boradi, lekin bu yo'l ham baxtga yetaklashi mumkin ekan. Yangi hayotim boshlangach, avvaliga o'zimni juda begona his qilardim. Qaynogam, endi rasmiy ravishda erim, menga yaqinlashishga shoshilmasdi. U ham ehtiyotkor, men ham. Ikkovimiz ham bu o'zgarishga moslashish uchun vaqtga muhtoj edik. Bir kuni kechqurun hovlida yulduzlarga qarab o'tirganimda, qaynogam yonimga kelib sokin ovozda gap boshladi. "Men seni majburlab hayotingga kirganim yo'q", dedi u, "ammo bilaman, sen yolg'izlikdan ko'p qiynalding. Men ham seni yolg'iz qo'ymayman." Uning bu so'zlari qalbimdagi muzlarni asta-sekin eritdi. Men ham jilmayib, "Men seni hech qachon begona bilmaganman. Faqat bu yangi hayotga o'rganishim kerak", dedim. Shundan keyin biz ko'proq suhbatlashadigan bo'ldik. U meni har doim hurmat bilan tinglar, har bir muammomda yonimda turardi. Qishloqda esa hanuzcha gap so'zlar tinmasdi. Ba'zilar qaynogasiga erga tegish, uy ichida sovuq urmaslik uchun yaxshi qaror desa, boshqalar bu noto'g'ri, boshqa odam topilsa bo'lardi, derdi. Lekin men endi bularni qulog'imga ilmasdim. Chunki bilardim, odamlar nima desa desin, mening baxtimni ular yashamaydi. Bir yili bizga katta sinf bo'ldi. Qaynotam og'ir kasallikka chalinib, oylar davomida yotib qoldi. Shu davrda men butun kuchimni unga qarashga sarfladim.
Qaynogam ham ishlari orasida har kuni uyga yugurib kelar, otasining yonida bo'lar edi. Bir kecha qaynotam menga qarab: "Qizim, men senga shukr qilaman. Agar sen bo'lmaganingda bu uy ancha avval sovib ketardi. Endi ko'zim yumilsa ham dilim tinch", dedi. Uning bu so'zlari ko'zlarimni yoshga to'ldirdi. Men ham uni otamdek yaxshi ko'rganimni his qildim. Yillar o'tib bizning uyimizga farzandlar sadosi kirdi. U paytlar men allaqachon qaynogamni faqat erim sifatida ko'ra boshlagan edim. Farzandlarimiz ulgaygan sari uyimizda yana kulgu va shodlik qaytdi. Qishloqdagilar ham endi bizning oilamiz haqida gap-so'z qilmay qo'yishdi. Bir kuni qishloqdagi ayollardan biri menga qarab: "Dastlab bu qaroringni tushunmagandim, ammo endi qarasam, sen eng to'g'ri yo'lni tanlabsan. Uy buzilmay qoldi, bolalar baxtli", dedi. Men jilmaydim. Chunki hayotim o'sha og'ir kunlardan keyin ham menga tabassum qilgan edi. Endi orqaga qarab o'ylayman, agar o'sha paytda qaynotamning qaroriga qarshi chiqqanimda, balki bugungi baxtim bo'lmasdi. Taqdir meni sinovdan o'tkazdi, lekin shu sinov orqali menga ikkinchi imkoniyatni berdi.